Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun 2-aprel 2026-yil sanasida turibmiz. Hozir Tulkiobodda tunakafon ishimizni boshlaganmiz. Sizlarga boshlanish jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Qadrdonlar, tashqi o'stirma shapkamiz boshlangan. Tulkiobod degan joyda, Haqilobodda bilganlar ko'pchilik biladi. Tulkiobod degan joyda tunakafon ishimizni boshlaganmiz. Bu xonadonimizni 160 kvadrat, adashmayotgan bo'lsam 160 kvadratga tunakani hisobida hisoblaganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz. O'stirma shapkalari bor bu joyimizda. Ichkarida darvozaxona, shapkalari, hamma yo'g'i xudo xolasa tunakafondan bo'ladi. Uyda xudo xolasa hafsalar bilan solib, yaxshi niyatda solayotgan akalarimiz, yurtdoshlarimiz sizlarga tunakafon ishlarimizni taklif qilamiz. Xudo xolasa sifatli, chiroyli qilib, go'zal holatda qilib beramiz. Bu xonadonimizda ham bunaqa joyi bor. Kirishda darvozaxonani ikkiga bo'lib qo'yishgan, kichkinaroq koridorga o'xshatib. Bu joyimiz ham tunakafon bo'ladi. Bu joyimiz ham tunakafon bo'ladi. Ichkari o'stirma shapkamiz ham tunakafondan bo'ladi. Ichkari tomonlarini shunaqa holatda dekor plas qilgan. Endi kimdir hamma ham sharoitiga qarab, agarda fasad qismga imkon boricha tunakafon qilsa yaxshi bo'ladi. Tunakafon esa chidamli, misol sovuqqa, tumanga, bizni sharoitimizga xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Haligi bir o'zini yo'qotishi ham kamroq bo'ladi. Sharoitga qarab xudo xolasa qilaverasizlar. Agar dekor plas qilaman deydiganlar bo'lsa, dekor plas, agarda misol tunakafon qilaman deydigan misol yurtdoshlarimiz bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz ishimizni. Ishimiz sifatli, ishimiz vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. List yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Listlarimiz 4 xil listimiz bor. 03 bor, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Shunga qarab listimizni kvadrati, summasi chiqadi. 035 listimizni asosiy o'zi standartda 035, 037, 04 listlarimiz bor. Qilinadi. 035 da 130 ming so'mdan qilib beramiz, jami xarajati ichida. Uni ichida deganimizni tarnovi, agarda mana tarnovi bu xonadonimizda tarnovi bo'lgan, tarnovi bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu holatida shunda shu bitishi xudo xolasa hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Darvozaxonani misol fason tanlaysiz, fasonda masofani farqi bo'lmaydi. Aytasiz, xudo xolasa siz summani bersangiz, biz chiroyli qilib xudo xolasa hamma yo'qda olib kelamiz. Lesani, ustani, tunakani, samarangizni hech narsaga siz ovora bo'lmaysiz, xudo xolasa qilib beramiz. Mahsulotlarimiz shunaqa tayyor holatda keladi. Bizni seximiz bor, o'zi asakalimiz, asakada seximiz bor. Sexdan tayyor holatda olib kelamiz. Xudo xolasa patologiyasi razmerini birinchi olib ketib, keyin razmerlarni olib kelib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Listlarimizni bu joyimizga 035 listimizdan bo'lyapti. 035 list deganda buni orqasida qaysidir listlarga pechatlar tushadi. 035 listda pechatlari tushadi mana. Menda mana 035 yozilgan. Buni misol o'zi pechatda keladi. O'sha zavodidan o'zi 035, 04, 03, 037, misol 05 qilinadi. 04 gacha bo'lganining sababi 04 listimizda sababi bor. Bu burchaklari manaqa 4 burchaklari misol bukilayotganda chiroyli bo'ladi. 04 gacha qilamiz shuning uchun. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Halol ishlanadi. Aytilgan narsa qilinadi. Xudo xolasa mana reykalarimiz ham reykalar kelgan. Pachkada ko'pchilik aytadi, reykani tejaydi, o'zidan bo'lsa deydi. Unaqa tejalmaydi. Tejaladigan bo'lsa u qatirilmaydi-yu, misol qo'yiladigan joyga qo'yiladi. Reykamiz 2 ga 4 reykadan chiroyli, go'zal reykalarimiz ham keladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.